Mana hozir bitta klientimizda ham shunda ofisda oldidan o'tib ketayotgan joylarida nimani hidi kelyapti deb kirib kelyaptilar bu yoqda. Hozir yuzlarini ko'rsatmasdan olamiz. Yo'q, yuzingizni ko'rsatmayman. Sirazi mana probniklarni ko'rsatdik. Probniklardan mana o'zlariga yoqqanini o'sha hidlarini topib anaqa qilyaptilar. Mana TikToklarda moy buni olsanglar, mana men sanavardim. Yo'q, sizlarga kompot. Yo'q, bu lekin anaqa dedi. Abdunimeda Vashshe zo'r dedi-da. Habibda olib, qo'shimga yetib qo'ydim. Unga baribir qarz berdi. Men sizga yoqadigan hid ekanmi? Shu ekanmi? Shu. Men tashlab bo'ldi. Ana. Sizlarga ham tavsiya qilamiz. Mayli, yaxshi yetib oling. Kimga shunaqa zo'r o'ziga chaqiradigan, shunda o'tib ketayotgan odamlar shu eshikdan ichkarigacha kirishga majbur qiladigan, parfyumli kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol direktdan yozaverasizlar.